Aka-ukalar, bu videomiz ko'pchiligiga manfaatli bo'ladi. Qo'limda ikki xil profil turibdi. Bittasini ko'rsangiz bo'ladi, juda ham yupqa, qog'ozga o'xshagan profil. Ikkinchisi o'zimiz ishlatadigan qalin profil. Bu videoni bejizga qilmayapman. O'zingizlarning xabaringlar bor. Hozirgi kunda patologga asosan 12,5 mm, ya'ni stenovoy gipsokartondan foydalanamiz. Bu gipsokartonning bittasining og'irligi taxminan 28-30 kg bo'ladi. Oddiy patolog shunligimizda 18-20 kg atrofida bo'ladi. Shuni sababidan biz ishlatayotgan profillarimizdan qalinligiga ahamiyat berishimiz kerak. Agar biz patologga 12,5 lik qalin gipsokartondan foydalanib turib, uni asosi bo'lgan profil yupqasini foydalanadigan bo'lsak, arzonroq ekan deb ko'pchilik uyini qurilish qilayotgan aka-ukalarimizni olib ishlatishligi mumkin. Ya'ni o'sha joyda biza kutgan natijani bermaydi. Ya'ni sababi profil yupqa bo'lganini hisobiga. Endi manfaatli bo'lish uchun aytib o'taman. Biz o'zimiz qanaqa profil ishlatamiz? TSP profillaridan foydalanamiz. Ko'pchilik bizning videolarimizda ham ko'rgan, bu profilni biz 5 metr, 6 metrgacha zakaz qilib, asosan 4 metrli tarzda ishlatamiz. Ko'pchilik manfaatli bo'lish uchun aytayman, biz shu 12,5 lik gipsokartondan foydalanganimizda profilimizning qalinligi eng yupqasi 0,5 stenki profil bo'ladi. 0,5 asosan 0,6 stenki profildan foydalanamiz gipsokarton jarayonida. Endi bu profilni qayerdan olamiz deydigan bo'lsanglar, bu profilni to'g'ridan-to'g'ri zavodga buyurtma qilsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa, sizlar istalgan qalinlikdagi profilni 6 metrgacha bo'lgan razmerda tez fursatda imkon darajasida sizlarga yetkazib berishadi. Muhimi narxlari hamyonbop. Xudo xohlasa ko'pchiligi mamnun bo'ladi. Profilni optim narxlarda zakaz qilish uchun quyidagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.